O'zgarishlar. Abduqodir Husanov maydonga tushadi. Siroqda Zilan Nunes mayli kuzataylik. Zonasida joylashdi. Abduqodir Husanov o'ng qanotda joylashdi. Samirwil va Husanov bilan Husanov. Mateush Husanov. Husanov orqaga pas, boshqa varianti yo'q. Diyesh Husanov. Auza. Husanov. Bor. Husanov himoyada qolgan ekan, tezkor bo'lgani uchun menimcha. Plyusini to'g'irlab olyapti-da City. Shu masalan bu turgacha 20 ga. Mana shu plyusni yana ko'paytirib qo'ymoq. Guardiola. Mateush to'pni Abduqodir Husanovga yetkazib berdi. Abduqodir bitta vaziyatning o'zida kamida 10 tacha aniq pas berdi. Lekin mana bu yerda bosim ostida chiqib ketdi. Yaxshi. Husanov yaxshi o'ynadi, xavfni bartaraf etdi. Souchek qo'llashib oxirgi daqiqalarda yondirdi biroz.